oshirilayotgan barcha loyihalar iqtisodiy o'sishni ta'minlab, kelajak avlodimiz uchun yangi imkoniyatlar eshigini albatta ochadi. Bunday jadal harakatlarimiz va tashabbuslarimiz bilan biz yangicha modeldagi zamonaviy energetika tizimini albatta to'liq barpo etamiz. Prezident janobi oliylari, siz amalga oshirayotgan ishlar ko'pgina davlatlar uchun namuna bo'la oladi. Ota yurdumuz O'zbekistondagi aziz qardaşlarım, bugün go'zal Toshkentda ushbu oliy tadbirda ishtirok etib turganimdan juda ham baxtiyorman. Butun dunyo sizdan investorlar bilan ishlashni va investitsiyalarni jalb qilishni o'rganishi kerak. Yangi O'zbekistonning asosiy energiya manbai esa bu siz, hurmatli prezident. Siz ilhom manbai bo'lib, butun xalqqa o'rnak bo'lib kelyapsiz. Bu yutuqlar hurmatli prezident janobi oliylarining uzoqni ko'ra biladigan siyosati va oqilona islohotlar natijasidir. Energetika sohasida erishilgan katta yutuq va marralarimizda siz kabi salohiyatli investorlar va ishonchli sheriklarimizning beqiyos hissasi bor albatta.